Do'stlar, maza qilib yashasak bo'lar ekan-ku. 2 kun oldin mana bu videoni joylagandim. Juda slishkom ko'p bir xil vaprosda shunga qa deb odamlar uchun so'ravermasdan deb chiroyli qilib videoni joylab, karta raqami qo'yib qo'ygandim. Kecha qarasam 28 millionga yaqin pul tushibdi. Tasavvur qilasizlarmi? Maza qilib o'shaning uchun kecha dam oldik oilaviy. Ko'pchilik xeyterlar yozibdi, Amerika ochdingiz. Amerika yo'q, Amerika ochmadim. Prosta ko'pchilik bilmaydi действительно. Ko'nglidan chiqarib pul tashashibdi. Men chiroyli qilib videoda tushunarli qildim. Mana qarangizlar. 28 millionga yaqin pul tushdi. Do'stlar, rahmat. Men prosta hazil qilib qo'ygandim. Mana auditoriyam qanchalik meni поддержка qiladi desam, действительно поддержка qiladiganlar bor ekan. Rahmat qizlar, bolalar. Bo'ldi, bo'lmasam sizlarga shunday videolar chiqaraman, kartani qo'yaman. Kartani tagiga pul tashlagandan keyin yozib qo'yinglar, o'sha haqida chiroyli qilib video qo'yaman. Acha problema что ли? Xitoyda yuribman, Xitoyda yashayapman. Agar поддержка qiladigan bo'lsangiz, dunyoning hamma joyiga borib sizlarga obzor qilib beraman. Qayerdan qanaqa tovar olinadi, qanday qilib borasizlar, shular haqida ham video qo'yaman. Hech qanday gidsiz, o'zlaringiz primoy kelishlaringizni, arzon borib, arzon kelishlaringizni ham qo'yib beraman. Gостиницаlarda полный qanday qilib tutishdi, gостиницаlarda hech qanday posredniksiz kelib o'zlaringiz primoy joylashishlardi. Не только Xitoyda yoki boshqa davlatlarda ham qo'yib beraveraman video, bez problem. Mana yana kartani qo'yib qo'ydim. Bemalol ma'lumot yozaveringizlar. Kimga qanday ma'lumot kerak? Kartani to'ldiringizlarda, ma'lumot yozib qo'yingizlar. O'sha haqida video albatta syomka qilaman.